O'zbekistonda avtomobil yo'llari bo'yicha yangi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Hujjatda pulli yo'llar qurish masalasi ham o'rin olgan. Avtomobil yo'llari qo'mitasi huquqiy maslahatchisi Hasan Umarovga ko'ra, pulli yo'llarda yuqori tezlikda harakatlanishga ruxsat beriladi. Bir manzildan ikkinchi manzilga to'siqsiz katta tezlikda harakat qilinadi. Masalan, hozir umum foydalanishdagi yo'llarda tezlik 90 km/soatgacha cheklangan bo'lsa, pulli yo'llarda 150 km/soatgacha yurish mumkin bo'ladi. Agar umum foydalanishdagi yo'lda 200 km masofaga yursangiz, yo'lda ko'plab radarlarga duch kelasiz. Tezlikni oshirsangiz, taxminan 200 ming so'm atrofida jarima to'laysiz. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, pulli yo'lda 200 km masofaga harakatlanish narxi 100 ming so'mni tashkil etadi, deydi Umarov. Garchi pulli yo'llar qurib bitkazilib, ishga tushirilishiga bir necha yil bor bo'lsa-da, buning xavotirli tomoni ham yo'q emas. Gap shundaki, bugun mamlakatdagi katta trassalardan tortib, tuman va qishloqlardagi ichki yo'llargacha aksar abgor ahvolda. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmizki, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifat punktlar mana ko'rdingmi? Ustiga ustak ular radarlarga to'lib toshgan. Bir so'z bilan aytganda, yo'l infratuzilmasi talablariga umuman javob bermaydi va bu yo'llarning ahvoli yaqin vaqtlarda yaxshilanishi dargumon. Hatto odamlar buni umid ham qilmay qo'yishdi. Bugungi kunda yo'llarda qilinayotgan ishlar ko'p, lekin ular 1 yil, 2 yilda ana shu yo'llar o'z sifati yaxshi bo'lmaganligi sababli muammo qayta tug'ilyapti. Demak, yuqorida urg'ulangan xavotirli tomoni shundaki, kelajakda odamlar pulli yo'llardan foydalanishga majbur bo'ladigan sharoit qasddan yuzaga keltirilishi mumkin va buning ehtimoli juda ham yuqori. Bunga taksi va marshrut xizmatlari narxi oshishi, natijada manzilga tezroq yetib borish qimmatga tushishi kabi salbiy oqibatlarni ham qo'shish mumkin. Zero O'zbekiston aholisi turmush darajasini hisobga olsak, ko'pchilik avtotransport egalarining pulli yo'ldan foydalanishga qurbi yetmaydi. Kapitalistik tuzumda mana shunday bo'ladi. Davlat yo'l qurish, uni yaroqli holda saqlash xarajatlardan qochib, ularni xususiy kompaniyalar xususiylashtirib olishiga ruxsat beradi. Va bu xalqqa emas, balki xususiy kompaniyalar manfaatiga ko'proq xizmat qiladi. Islomda esa yo'llar umumiy mulk turiga kiradi va ularni xususiylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Islomiy tuzum tatbiq qilinar ekan, davlat yo'llarni sifatli va qulay qilishga ham qattiq e'tibor beradi. O'z mas'uliyatidan qochmaydi. Bu borada Xalifa Umar roziyallohu anhuni mana bu so'zlari ibratlidir. Furot qirg'og'ida bitta qo'y qoqilib ketsa ham, qiyomat kunida Alloh mendan: "Ey Umar, nega yo'lni tekislab qo'ymading?" deya so'rashidan qo'rqaman.